Bu video qiz farzandi borlar uchun. Qiz farzand birov uyiga yuboriladigan yuk emas. Uni ham orzulari, qadri va baxtli yashashga haqqi bor. Uni hech qachon odamlar nima deydi deb turmushga bermang. Uy qursangiz faqat o'g'lingiz uchun qurmang. Qizingiz uchun ham quring. Chunki hayot nima olib kelishini hech kim bilmaydi. Qizingiz bir kun og'ir vaziyatga tushib qolsa, qaytadigan joyim bor deb bemalol nafas ololsin. Farzandlar orasida mehrni teng qiling. Chunki qiz ham, o'g'il ham farzand, ne'mat. Uni hech qachon endi sen begona uynikisan degan tuyg'u bilan yolg'iz qoldirmang. Qiz farzand ham sizni joningizni bir parchasi. Uni odamlar nima deydi degan gaplar uchun hech qachon qurbon qilmang. Odamlar bir kun gapiradi, keyin hammasi unutilib ketadi. Lekin qizingiz o'sha qarori oqibatini bir umr ko'tarishi qiyin. Qizni kuchli qilib tarbiyalang. O'qiting, hunar o'rgating, o'ziga ishonch bering. Eng muhimi unga shuni his qildiring. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, sen bizni farzandimizsan. Bu uy sen uchun har doim darvozasi ochiq. Chunki qiz farzand birovni emas, avvalo ota-onaning omonati. Uni asrang, qadrlang va baxtini hech qachon shunchaki hal qilmang. Ertaga kech bo'lib qoladi.